Hammaga salom. Biz bugungi videoda maqsad Elytrani olish, Ender Dragonni o'ltirish. Biz bugun biz 8 ta topshiriq bajarishimiz kerak. Birinchisida kuchayib kon topib temir yig'ish. Ikkinchisi qishloq topib och qolmay ovqat yig'ish. Uchinchisi lava ko'l topish, portal yasash. To'rtinchisi ko'k o'rmon topish. Beshinchisi qizil qal'a topish. Oltinchisi Ender Dragon portalini topish. Yettinchisi Ender Dragonni o'ltirish. Sakkizinchisi Elytrani olish. Va shu hamma topshiriqlarni qilib chiqamiz bugungi bu videoda. Ketdik, let's go. Birinchi o'rinda daraxtdan kuchayish kerak. Kirib tayoq yasab verstak yasaymiz. Verstakda nari tarafga o'tib olish kerakda. Shu yerda kon yo'qmi? Yo'q. Biz o'sha qo'yib yasab, chuk yasab, chuk va bundan yasab kirki yasaymiz. Yana yasab bolta bo'lib ketdi. Va endi toshdan kuchayish kerak. Toshdan kuchayish uchun albatta tosh ezish kerak. Va nima ko'ryapman? Nima edi? Chikkimidi? Cho'chqa-ku. Ket. Tosh ezamiz. Tosh. 1 2 3 8 4 5 6 7 8 va bursa qo'yamiz. Tosh kirki. Endi tosh bolta va bo'lmasam ketdik. Nima desam? Yana bizga 3 ta yana tosh kerak. 3 dona. 1 2 3. Albatta bundan nima istasa bo'ladi? Pechki. Pechki sadik davay. Karkada ezdim. Endi birinchi navbatda kon topish kerak. Masalan, lekin bunday ovqatlarni yeb ketsa bo'ladi. Bu yerdan tezroq chiqib ketish kerak. Sigir. To'xtagan. Tagida qoqib qo'ydim-ku. Ket. Kon tezlash kerak. Kon topgunimizcha och qolib o'lmasligi uchun sigirlarni o'ldiramiz. Yana bitta sigir. Qor kerak. Bu yerga tushsam qaytib chiqolmayman-da. Shuning uchun energa parkur. Biz demak mana g'ormi?
O'laman o. Zombi. Zombi. Spamları var mı nima bu yerda? Yo'l tez. Mamiz. Qo'rqaman men. Endi biz qaytib chiqamiz bu yerdan. Qaytamiz. Mis tezish kerak. Chunki bizga juda ko'p bala tosh kerak. Do'stlar, juda ham yaxshi xabarim bor. Tosh kovlayotganim temir chiqib keldi. ikkitagina temir. Kerak, bu yoqlardan bo'lishi mumkin. Ana, aytdimki bo'lishi mumkin deb. Temir. Bizga hozir ko'mir kerak, juda ham zarur. Biz birinchi o'rinda mis tovalaylik. 42 ta tosh kovladim. O'zimiz bizga kerak emas. Baribir kerak bo'lib qolsa. Nimaga qo'yib ketdi? Qo'lim yetmayapti. Baribir senga aytaman. Jon, qochib ketolmaysan. Tezroq maqsadimga erishganimda. Va ketdi biz. Bu yoqda tongni o'tkazdik. Va bu yerda kechqurun ko'rinmagan ko'mirni topdik. Ko'mirni albatta olamiz. Nechta bu yerda? 3 ta. 4 ta temir. Va keyin kecha ezayotganimni bitirsan ko'rmabman-da. Bu yerda yana bitta kon bor ekan. Bu konda nimalar bor? Mana yana ko'mir. Temir asosan kuchayib olganmisiz? Keyin qishloq qizlar safarga chiqardim. Shu ko'mir ham yetadi. Yo'q desamiz, menga hozir albatta kerak temir. İşte ko'rinmayapti, akılga soldik. Ishlab qo'yamiz. Keltirmadi desaydi. Birinchi o'rinda cho'pqon. Pulpaga kerak. The fact. Ana küçük va fakir. Biz kesmaymiz. Eritishim kerak chunki. Va verstak dezamiz. Juda menga o'tyapti nimadir. Kimdir. Tepadan o'tyapti. Sklit. Benzin olmading kelmadi. Bu yerda ezamiz. O'tamiz. Ezamiz. Hech bola yo'q. Menga temir kerak, juda ham zarur. Hozir. Sen otmay turay, asabga tegibsan. Va biz yana temir topdik. Juda ham ko'p yurib. Bittagina. Nahotki bittagina bo'lsa. İzleyiş kerak atrofini. Bittagina chiqmaydi-ku. Aytdimku bitta chiqmaydi deb.
bittagina bo'lmasin kerak. Bittaginacha iltimos 3 ta bo'lsa mayli, menga aslaha kerak emas, faqatgina paqirga kerak. Bo'ldi, 3 ta bor menda. Bu yoqlardan bir izlak. Ketyapti, yugurmash kerak. Sakarab. Bu yerda hech qanday temir yo'q. Endi bo'lsa temirlarni eritishga qo'yamiz. Tulki. Ketdi ishga. Va biz mana 5 ta temir qoldik. Endi qishloq topishga let's go. Do'stlar, men qishloq izlab ketayotgandim, qayerlargadir kelib qoldim, lekin bitta narsa topdim. Va albatta zumrad. Va bu zumradni qilamizki, verstagim yo'qmi mening? Nimaga yozaverdim verstag? Bitta verstagim, salom. Verstakdan tayoq yasab, keyin cho'p yasayman, keyin temir kirki, temir endi yana bitta topishim kerak. Etsiz shuncha temirim. Sotu zumradli bo'laman. Oltini cho'p yotganim sal qoltamam bo'lishiga. Bittagina bo'lsa ham zotadan va ketdik qishloq topishga. Do'stlar, va nihoyat qishloq va biz ikkinchi topshiriqni ham bajardik. Qaranglarda, hozir qancha uzoqqa yurib edim, qishloq topdim, lekin u ancha vaqt ketdi mana. Aynerdan zumrad topgandim. Aynerdan temir topdim. Va qancha temir topganman? 6 ta temir topdim shu yerdan. Yana izlasam temir topardim, lekin qishloq dedimda, ikkinchi topshiriqni tezroq bajarayin dedim. Va nihoyat mana qishloq topdik. Endi qishloqdan hamma narsani o'g'irlaymiz. Va cheksiz ovqat bizda bor. Bular temir maydalanganini olamiz, bular chiqindi. Javobi ketamiz. Ketdik. Tashlandiq uy emasmi? Tashlandiq qishloqmi yoki bu? Mana qishlog'i bor ekan. Antiqa qishlog'i bo'lsa ham zota qishlog'i. Bu yerda somon yo'qmi nima? Sandiq va mayli, kerak bo'lib qolar. Inventarim to'ldida. Qachonga bo'laman sizlarga olsam, lekin menda ancha vaqt ketdi. Juda ko'p. Yerda ostida. Va mana ovqat 10 ta, kartochka ham 10 ta. Bo'ldi. Bizga bu maqsadimizga amalga oshirguncha bu ovqatlar yetadi. Yana yo'qmi? Bitta narsa yetadimi? Somon yo'q bu qishloqda. Somon yo'q. Ketdi endi. Lava ko'li topib. Let's go. Adashibman va bu yerda birinchi qism tugadi. Keyingi qismda olamiz. Va mana shu sizlarga ko'p emas. Mayli. Keyin chiqaramiz hammaga.